Atiringiz hidi har tomonga taraladi. Noz. Men nozingga qo'ltig'im. Voy, o'li pap. Pap. Ayo, bu bolani tanimayman. O, mushuk turishchasi. Nima qilib likkilab yuribsan? Daltonikka o'xshab. Bu turishingda kelajakda kim bo'lasan? Да, vizajist bo'laman, конечно. Nimashist? Viza? Ha, ana viza beradigan odammi? Unda yaxshi. Нет, bo'yantiraman. Chut xoreografiyaga ham qiziqaman. O'sha kuni uxlab yuborsam bo'lar ekan. Va maqara seni bunda to'g'ri yo'lga boshlaydigan o'rtoq-o'rtoqlaring yo'qmi? Да, есть. O ilmiliq dadaga ham yes deydimi? Kim o'rtoqlaring? Azik, Mir, Jamik. Ha, o'g'il bolalardan yo'qmi? Qarani chiroyli qizlar o'tyapti. Qiziqasani, to'g'rimi? Да, qoshini terishga, kipri ekishga qiziqaman. Va plus depilyatsiya. Shota sen bola meni qo'rqityapsan. Ish qilib joyidami? Nimani aytyapsiz? Kayfiyating joyidami? Uka, men o'g'limni ham mana o'zizga, shogirdlaringizga o'xshab mujik bunda derski bola tarbiyalab bering, xo'p? Sekinroshlaring. Bo'ldi, gap yo'q. Kel ukam. Men qani uka, 1 yildan keyin kelaman, xo'p? Aytgancha, mana bu gazak semiskasi ham sizga katta, ta'mi ham zo'r. Buni ichidan $5 pul ham chiqyapti. Bo'pti. Hay, bir pasda 1 yil ham o'tib ketibdi. O'g'lim haqiqiy jangari, borzi bola bo'lgan bo'lsa kerak. Trener qani? Labbe. Erkaklar bilan ayollarning kasbi almashib qolmayaptimi? Hamma o'ziga yuklatilgan vazifani sidqidildan bajarish kerak. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Qarang, значит, mamitlarga bisri yopishtiraman, atrez обязательно bo'lsin, a? Aha. Всё, tepasini qo'yib pishli qilib beraman, plus yonlariga setka. Bo'ldi. Qarang, bunicha baloti или ivory цвет bilan kes, хорошо? Akalar qatga aka. Assalomu Alaykum. Ayol kishi ekan-ku. Xijolat bo'lmasdan o'tiraveringlar. Tirikchilik degan odamimizda o'zi necha pul bermoqchisizlar? Cho'lkangizni o'zunroq quvuramiz. Xo'p, siz yuzingiz avvalniki peshonani sag'al yopamiz, и mamitga ozgina sen beriladi, хорошо? Ismingiz nima edi? Azik. Azik, tirnog'im sinib qoluvdi, shuni to'g'rilatmoqchi edim. Voy, ujus. Bunicha meni o'rtog'im bor-ku, oti Ruslan, zo'r manikyur qiladi. O'sha nomerni yozib oling, meni aytsangiz skidka qilib beradi. 93 lik. Bratlar, xabaringlar yo'qmi? Oylik qachon berilar ekan? Biz ham bilmadik qachon tushishini. Obed bo'lib qolibdi-yu, ketdik, obed qilamiz. Hozir ozgina chidang, ozgina. Bizga kim qaraydi? Voy, 5 tasini tug'dirdim. Kelinglar. Erkak tug'diradimi hozir? Qani kim aytyapsiz? Ha, bu tezlashing. Yuringchi. Ko'ryapsizmi, ayolingizni qiynagansiz, sal voqliroq olib kelish kerak. Erkak kishi ayolga sal bunda e'tiborliroq, mehribonroq bo'ladi. O'zi erkaklarning hammasi bir go'r. O'zingiz ham erkaksiz-ku. Ha, aytgancha. When I'm down, you can bring me up, up. Bo'pti, yaxshi boring. Bunda bir quyuq xayrlashishni ham bilmaysiz. Odamlar ishga ketayotganda quchoqlab xayrlashadi. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Aytgancha. Nima qilganingiz bu? Qilg'ingiz qursin. Kupa kunduz kuni oyjon ko'rib qolsalar nima deydi? Biroq aytsangiz o'zim quyib berardim. Xotiningiz hali o'lmagan. Xo'p. Choy quyib yubor. Nima? O'zingiz qo'lingiz yo'qmi? Yo sizga kecha kelgan kelinchakmanmi choy quyib uzatadigan? Dadasi? O'zi menga uylanganmisiz yoki shu telefoningizgami? Bunda bir xotinga e'tibor berishni ham bilmaysiz. Ha, shuncha pardozni qo'shni uchun qilyapmanmi? Xo'p. Dadasi, tinchlikmi? Odam ko'rmaganmisiz, tikilib qoldingiz. Bugun rosa ochilib ketibsan. Ustimdan kulyapsizmi? Menga termilib o'tirguncha borib ishlaringizni qiling. Yana yotibsizmi, dadasi? Siz ham cho'zilib yotavermasdan odamlarni eriga o'xshab zalga chiqib, qachchoq erkak bo'lsangiz bo'lmaydimi, dadasi? Ha, dadasi, yo'l bo'lsin. Zalga shug'ullangan. Bir kun salga borib keyin yoting, mazam qochib qoldi deb o'ziga yarashadigan ish qilsangiz-chi, dadasi. Yandirding-da